Hammaga salom. Sizlar bilan yana Kitob Quri kanali. Bugungi videomizda sizlar bilan turk adabiyotiga mansub bo'lgan bitta kitobni muhokama qilib chiqamiz va umid qilamanki, bu muhokamamizdan keyin turk adabiyotiga mansub bo'lgan ushbu kitob va boshqa kitoblarga bo'lgan qarashlarimiz ozgina bo'lsa ham o'zgaradi. Men o'zi turkcha kitoblar uncha o'qimasdim. Bir-ikki marta o'qiganim menga yoqmagan edi, lekin ora-orada tanishlarimiz tavsiya qilib turishganda o'qib ko'rganman va yaqinda bir tanishimiz mana shu kitobni tavsiya qildilar. Yaralangan qush hamon uchmoqda degan kitobni tavsiya qildilar. Va men bu kitobni qarab ko'rsam, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham mashhur ekan. Top 10 talikda turgan ekan hozir menimcha. Ya'ni eng ko'p sotilayotgan, eng ko'p o'qilayotgan, eng ko'p muhokama qilinayotgan kitoblarning qatoriga qo'shilar ekan bu kitob. Va menga ham bu kitobni tavsiya qilishdi va kitobni bir kunda o'qib tugatdim. Va bu kitobni o'qiganimdan keyin juda ham hayron qoldim. Qanaqa qilib bunaqa kitob bizani kitobxonlarning qo'liga tushib qoldi. Bu kitob haqida meni hayratga solgan eng birinchi narsa bu qanaqa qilib bu kitobni tekshiruvdan o'tib ketgani. Ya'ni men taxminimcha O'zbekistonda kitoblar tekshiruvdan o'tadi, nashr qilinishdan oldin va u tekshiruvlar juda ham kuchli bo'ladi. Shu sababli bunaqa kitoblar qanaqa qilib xalqimizning qo'liga yetib kelayotgani meni qiziqtirdi, hayratga soldi. Bu kitob haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, bu kitob meni tushuncham bo'yicha 1995-yilda Bosniya va Gersegovina davlatida bo'lib o'tgan serb xristianlarini musulmonlarga nisbatan uyushtirgan qirg'in barot ishlarini muallif badiiy asar orqali tasvirlashga harakat qilgan. Lekin ming afsuski, mana shu tasvirlash davomida men o'ylayman, muallif ba'zi bir kitobxonga olib chiqilishi kerak bo'lmagan joylarini olib chiqib qo'ygan. Xo'p, endi bu kitob haqida meni fikrimga keladigan bo'lsak, bu kitob qanaqa qilib kitobxonlarning qo'liga kelib tushganiga, ayniqsa ayol kitobxonlarning qo'liga kelib tushganiga men juda ham hayron qoldim, chunki bu kitobni meni o'zimga ayol kishi tavsiya qildi. Mana shu kitobni o'qib ko'ring deb va men hayron qoldim. Qanaqa qilib u ayol bu unaqa kitobni o'qiy olganlariga, chunki bu kitobda muallif shunaqangi sahnalarni yozganki kitobda nafaqat erkak kishi, ayol kishi bu kitobni o'qishi uchun juda ham bir katta psixologik zarba olish kerak-da o'ziga. Erkak kishi bo'lib turib, men o'zim o'qib hayron qoldim bu kitobni, lekin ayol kishilarning qo'liga bu kitob kelib qolayotganiga men juda ham hayron qoldim. Hop, bu kitobda menga yoqmagan narsalardan bittasi bu kitobni ochilish sahnasi, ya'ni ochilish qismi. Ochilish qismida bosniyalik bir qiz bo'ladi. U qizning otasi imom bo'ladi. Musulmonlarning imomi bo'ladi. Ya'ni tasavvur qilishimiz uchun bir masjidda masalan imomi bo'lishi mumkin. Masjidning imomi va uning qizi. Va masjidning imomining qizi musiqaga qiziqadi. Musiqaga qiziqqani uchun o'sha konservatoriyada o'qiydi va konservatoriyada o'qiyotgan paytida o'zini o'qituvchisini o'g'lini sevib qoladi va o'sha o'g'li bilan sevishib yuradi. Ya'ni o'g'li bilan quchoqlashib yuradi, sevishib yuradi. Kitobda yigit bilan qiz bir-biriga bo'ysunib beradi va bu yerda fundamental xato nimada ketgan? Musulmonlarni boshqalarning ko'ziga noto'g'ri ko'rsatib qo'yilgan deb o'ylayman. Ya'ni mana siz tasavvur qiling, bitta imom bor. Imomning qizi o'zini o'qiyotgan joydagi o'qituvchisini o'g'li bilan sevishib yursa, quchoqlashib yursa, bir-biriga bo'sa berib yursa, bu qanaqa isnot musulmon jamiyatda? Misol uchun bu kitobni ertaga olib turib, masalan bitta xristian yoki musulmon bo'lmagan boshqa bitta odam o'qisa, u odamni
tushuncha paydo bo'lishi mumkinki, ha, demak musulmonlarda ham va shunaqa sevishib yurish mumkin ekan, sevishib yurish qabul qilinar ekan degan fikr shakllanib qolishi mumkin unda. Va lekin u musulmon imomlarning o'zini ma'ruzalarini eshitsa, musulmon imomlar bu narsaga o'zi qarshi chiqadi. Ya'ni yoshlarni o'sha nikohdan oldin ko'rishib yurishi, qo'l ushlashib yurishi, quchoqlashishi, bir-biriga bo'sib berishi musulmon imomlarning ta'limotida yo'q. Hech qaysi imomning qizi, hech qaysi imom o'zini qiziga bunaqa narsani o'rgatmaydi va hech qaysi musulmon imom o'zini qizi mana shunaqa ishlarni qilib yurishiga befarq bo'lmaydi va yoqtirmaydi ham bu narsani. Endi musulmonlikka aloqasi bo'lmagan, lekin islomni o'rganmoqchi bo'lgan inson shundoq kelib bu kitobni oladida, bu kitobni ochib o'qisa, musulmonlarning jamiyatida, musulmonlarning kontekstida mana shunaqa ishlar bo'lyapti. Lekin musulmonlarning o'zini, musulmon imomlarning o'zini berayotgan ta'limi bu kitobga qarshi chiqyapti. Ya'ni musulmon imomlar nimani o'rgatyapti-yu, lekin musulmonlarning kitobida, musulmonlar haqida yozilgan kitobda nima ishlar ro'y beryapti o'zi. Mana shunaqa ikki xil o'tda ishda qoldiradi bu kitob musulmon bo'lmagan odamlarni. Ya'ni biz harakat qilishimiz kerak u islom dinini to'g'ri ko'rsatishga boshqa odamlarga. Va bu kitobda shunaqa joylari borki, u joylarini voyaga yetmagan agar insonlar o'qisa, ularning fikr hayoli buzilishi mumkin. Ya'ni buni voyaga yetgan, o'zini aqlini tanigan va iloji bo'lsa uylangan va erga teggan agar odamlar o'qisa, balkim ularga ta'siri bo'lmasligi mumkin. Ta'siri bo'lsa ham kamroq ta'siri bo'ladi. Lekin hali mustaqil hayotga qadam qo'ymagan insonlarga men bu kitobni tavsiya qilgan bo'lardim. Shu jumladan o'zimga agar maslahat bera olgan bo'lganimda bu kitobni qayta o'qimagan bo'lardim men. Bu kitobni menga yoqmagan yana bir jihati shundaki, bu kitobni o'qigan ayollarning miyasida stereotip shakllanib qolishi mumkin. Xavfi juda ham katta. Va meni o'zimga shu kitobni tavsiya qilgan ayoldan so'radim. Sizda shu fikr keldimi? Shu stereotip miyangizga o'rnashib qolmadimi deb so'raganimda, ular tasdiqladida meni gapimni. Ha, shunaqa bo'ldi menda deb aytdilar. Va bu jamiyat uchun xatarli-da. Ya'ni ayollarning miyasiga bunaqa fikrlar o'rnashib qolishi, bunaqa noto'g'ri fikrlar o'rnashib qolishi bu xatarli. Men nima demoqchiman? Bu kitobda shunaqa joylari borki, serb xristianlari musulmon erkaklarning ko'zini oldida ularni o'sha ayollarini zo'rlagan holatlari bor. Ya'ni mana shunaqa sahnalarni kitobda olib chiqqan muallif. Hatto shunaqangi joyi bor, o'sha musulmon imomni ko'zini oldida uni qizini serb xristianlari zo'rlagan joylari bor. Bunaqa sahnani o'zi olib chiqilishi kerak emas ommaning oldiga, lekin muallif shunga qo'l urgan. Va bu yoqda ayollarni miyasida shunaqangi fikr o'rnashib qolishi mumkinki, ko'chada duch kelgan erkakni ko'rsa yoki misol uchun uyiga qaysi erkak sovchi qo'ysa, o'sha erkakdan o'pka siraydi. Ya'ni qo'rqadi. Bu shunaqa emasmikin? Bu shunaqa zolim emasmikin? Bu unaqa emasmikin? degan fikr o'rnashib qoladi. Ya'ni masalan mana oddiy stereotip bor. Butun dunyoda bor narsa bu. Hamma musulmonlar terrorist degan tushuncha bor. Islom bayrog'i ostida terrorizm harakatlarini amalga oshirganlarning oqibatida mana shu hamma musulmonlar terrorist degan noto'g'ri stereotip shakllanib qolgan. Butun dunyoda bor bu narsa. Ming afsuski, hozir kamaygan bo'lsa ham baribir qaysidir miqdorda bo'lsa ham bor. Haligacha terakli bo'lib turibdi va haligacha mana shu stereotip o'zini kuchida. Lekin agar biz ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, statistika bo'yicha musulmonlarning soniga islom bayrog'i ostida terrorizm harakatlarini amalga oshirayotgan musulmonlarning sonini agar taqqoslasangiz,
terrorist musulmonlarni soni butun dunyodagi musulmonlarni 1% ga ham teng emas. Misol uchun, nechidir milliard musulmon bo'lsa, butun dunyoda o'sha musulmonlarni 0.001% terrorist bo'lishi mumkin. Lekin o'sha 0.001% ni ko'rgan odamlar hamma musulmonlar terrorist degan tushunchaga yopishib olishi mumkin va duch kelgan musulmonni ko'rsa, undan hadiksirashi mumkin, undan qo'rqishi mumkin. Bu kitob ham xuddi shunaqa tendensiyani, xuddi shunaqa qo'rquvni, xuddi shunaqa stereotipni ayollarning miyasiga o'rnashtirib qo'yishidan men qo'rqaman, to'g'risi. Bu kitobni menga yoqmagan yana bir jihati bu kitob sevgini, muhabbatni qanaqa qilib tasvirlashida. Klassik romanlarni o'qiganlar biladi. Klassik romanlarda, klassik sevgi romanlarida ikkita inson bir-birini sevib qolishi va bir-biriga sevgi izhor qilishi juda ham ko'p vaqt talab qiladi. Bu kitobda ikkita odam, o'sha musulmonlarning imomining qizi va o'sha qizini sevgilisi bo'lgan yigit bir-biriga sevgi izhor qilish juda ham tez bo'ladi. Qiz bitta xonada o'tiradi o'qituvchisi bilan va o'sha xonaga haligi o'qituvchisining o'g'li kirib keladi. O'sha o'g'li kirib kelganda haligi o'tirgan qiz bir ko'rishda o'g'lini sevib qolar ekan va o'g'li ham o'tirgan qizni bir ko'rganda sevib qolar ekan. Va qiz xonadan tashqariga chiqqanda yigit uni kutib turar ekan va ular borib qahva ichar ekan. Va o'sha qahva ichganda bir-biriga sevgi izhor qilar ekan. Ya'ni bu juda ham voqeali tez bo'lyapti, juda ham yengil. O'zi sevgi muhabbat kontekstida voqealar juda ham uzoqqa cho'ziladi, juda ham qiyin bo'ladi. Ikkita insonni birga bo'lishi, ikkita insonni bir-biriga tuyg'ularini izhor etishi bu juda ham qiyin bo'ladi. Juda ham ko'p sinovlar bo'ladi. Juda ham ko'p to'siqlar bo'ladi. Ana o'sha to'siqlarni yengib o'tgandan keyin ular bir-biriga tuyg'ularini izhor qilishi mumkin. Lekin bu kitobda mana shunaqa og'ir bo'lish kerak bo'lgan joylarini yengil tasvirlagan. Lekin o'zi sal yengilroq yoritilishi kerak bo'lgan joylarini juda ham bo'rttirib, juda ham og'irlashtirib yuborgan. Men boya aytganimdek, o'sha g'ayridinlarning ayollarga qilgan munosabatini menimcha sal suvab ketish kerak edi, sal yengilroq qilib ketish kerak edi va men bu yerdagi sevgi muhabbatga urg'u berilgan joyini ozgina cho'zish kerak edi. O'shandagina balkim men bu kitobni bir kunda o'qib qo'ymas edim. Agar bu kitob bir kunda o'qib qo'yildimi, ya'ni badiiy kitob bir kunda o'qib qo'yildimi, demak, u badiiy kitobni yengil kitobligidan darak beradi. Ya'ni agar kitob oson bo'lsa, kitob yengil kitob bo'lsa, u kitobni o'qish ham oson bo'ladi. Men misol uchun Urush va tinchlik hozir romanini o'qiyapman, Tolstoynikini. Hali endi 200 betini o'qidim. Bir hafta ichida 200 bet o'qidim. Bu kitobni o'zini ko'radigan bo'lsak, bu kitob necha bet ekan hozir men ko'raman. 361 bet ekan kitob. Bir kunda 361 bet kitobni tugatgan odam Tolstoyning Urush va tinchlik romanini bir haftada endi 200 betini o'qidi. Chunki asardan farqi bor. Tolstoyning asarlari, misol uchun, bu turk yozuvchilarining asarlariga qaraganda ancha qiyin. Men nima demoqchiman? Menda bitta fikr bor. Menimcha turk yozuvchilarining kitoblarini kamroq o'qishimiz kerak. Chunki o'zi Turkiyani ovqatini yeganimiz yetadi. Turkiyani kiyimlarini kiyganimiz yetadi. Turkiyani kitoblarini o'qishimiz bilmadim. O'zi faqat bu kitob turkiyalik yozuvchilarning boshqa kitoblarini ham nimagadir ommaviy ravishda bizda o'qilyapti. Afsuski, ba'zi holatlarda bu yaxshi emas, yomon holatlarga olib keladi. Aytganimdek, mana shunaqa odamning qo'liga tushmasligi kerak bo'lgan kitoblar qo'liga tushib qoladi va jamiyatda ongini endi zaharlidir deyish ozgina balkim qo'polroq bo'lar. Foyda bermaydi-da jamiyatga.
jamiyatga foyda bermaydi, zarar beradi jamiyatga. Shuning uchun men o'ylayman, agar badiiy kitob o'qimoqchi bo'lsak, o'qiylik, klassika o'qiylik, misol uchun. Dostoyevskiyni o'qiylik, Tolstoyni o'qing, Pushkinni o'qing misol uchun. Jek Londonni o'qing misol uchun. George Orwellni o'qing misol uchun. Lekin agar biz badiiy kitob o'qimoqchi bo'lsangiz, turk adabiyotiga menimcha kamroq urg'u berishimiz kerak. Chunki o'sha aytganimdek, baribir kunning oxirida Turkiya uchun biza bozorimizda. Turkiyaning kiyimlari biz uchun sifatli. Turkiyada o'tmay qolgan kiyimlar olib kelinadi bizga. Turkiyada o'tmay qolgan kinolar, Turkiyada o'tmay qolgan hattoki turk aholisini o'zi yomon ko'radigan kinolarni, seriallarni olib kelishadi bizga, qo'yib berishadi va bizning xalq ularni mazza qilib tomosha qiladi. Muxlisiga aylanadi misol uchun. Men xohlamasdim kitoblar bilan ham shunaqa holat ro'y berishini. Balkimda turk kitoblari yaxshidir, orasida yaxshilari bordir. Lekin baribir qiyin hozir. Hozir suv loyiqa, turk kitoblari juda ham ko'p. Shuning uchun menimcha ozgina turk kitoblaridan tanaffus olishimiz kerak. Tanaffus olib turib, haqiqatda foyda beradigan kitoblarni o'qishimiz kerak. Ming bor uzr so'rayman agar bu qilgan videomiz juda ham tanqidiy ruhda ko'rinayotgan bo'lsa, chunki men o'zi anchadan beri turk kitoblari haqida video qilmoqchi bo'lib yuruvdim. Ichimda yig'ilib qolgan gaplarim ko'p edi. Hammasini olib chiqib oldim. Gaplarimni menimcha deb o'ylayman. Aytganimdek, o'sha turk kitoblarini kamroq o'qiylik. Faqat turk kitoblarini o'qimaylik xullas. Va ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'layotgan kitoblarni ham o'qib qo'ymaylik. Ya'ni men ko'rdim bu kitobni, qaradim, o'sha mashhur kitob do'konlarini, o'sha Telegram kanallarida qaraganimda, mana shu kitob top 10 talikda turibdi va odamlarda bad bo'ladi, misol uchun. Mana hamma o'qiyotgan kitobni o'qish, trendga chiqayotgan kitobni o'qish degan baribir ishonch bo'ladi odamlarda, menda ham bo'lgan. Lekin trendga yurish har doim ham to'g'ri emas. Ya'ni insonlar uchun to'g'ri bo'lgan narsalar doim trendda bo'lmaydi. Misol uchun hamma biladi sport bilan shug'ullanish kerakligini, lekin sport bilan shug'ullanish trendda bo'lmagan misol uchun. Hamma biladi sog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanish foydaligini. Lekin sog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanish trendda bo'lmaydi. O'zini to'g'ri odamlar bor, auditoriyasi bo'lishi mumkin, o'zini kichkina. Lekin baribir ommaviy trend bo'lmaydi. Shuning uchun trendda yurgan kitoblarga, best seller bo'lgan kitoblarga har doim ham ishonib qolish kerak emas. Bugungi videomiz sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Va xolisi undan keyin yana davomiy ravishda mana shunaqa bitta kitobni o'zini muhokama qiladigan formatda ko'proq yana videolari chiqarishni niyat qilganmiz. O'ylaymanki, videoyimizdan ozgina bo'lsa ham o'zingizlarga foyda oldinglar degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.